Salom YouTube'da bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Yangi navlar Agrozamin mevali kanalimizni kuzatib boruvchilarga salomlar yo'llab qolamiz. Farg'ona Quvadan Instagramga ham o'tib, yurtim mevalariga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangi navlarni ko'rsatishda davom etamiz. Endi hozir bu yerda ko'chat poliyamizdan reportaj tayyorlayapmiz sizlarga. Bu tomonda mana klon payvandda Garnem. Asha in vitro laboratoriya usulida ko'paytiriladigan ko'chatlarni boshqa davlatlardan yoki Turkiyadanmi qayerdan sotib olsalaring ham именно shu payvanddagi zamonaviy navlar kirib kelyapti O'zbekistonga. Super intensiv bog'larda shaftoli payvanddagi hisoblanadi. Bunga ulanganda mana e'tibor berib qarasalaring, odam bo'yiga yetib bo'lgan bu ko'chatlarimiz. Bu tez o'sadi, nihoyatda tez mevani kalibrini, keyin qurg'oqchilikka, nematodaga bardoshlik, eng chidamli payvandda. Bu tomonda mana danak, oddiy danakda bo'lgan, bu ham ko'p yillardan beri foydalanib kelayotganmiz. Buni ham qoralamaymiz, lekin zamon yangilanyapti. Shunga qarab biz ham sekin astalik bilan o'tyapmiz. E'tibor bersalaring, mana bu yerda 125 ming dona garnem bor. Danaklarimiz juda serob. Shaftoliga qiziqishimiz baland bo'lgani uchun bizda shaftoli navini masjidga tasavvur qilinglar, ulagani bizni navimiz yetmay qolyapti. Navimiz oshib qolyapti. Ulab kelyapmiz-da, bu navni ulaylik desak, yana bizga ko'proq darajada shaftoli yoki garnem payvandda kerak bo'lyapti. Shaftoliga qiziqishimiz birinchi o'rinda, keyin gilos, pilos shunga o'xshagan narsalar. E'tibor berasizlar, u tomonda o'rik bor, gilos bor, sliva bor. Bu tomonlarda ham yana yangi ko'chatlarimiz keyingi yilga tayyor bo'layotganlari ham bor. O'rtoqlar, qisqasini aytganda, dehqondan birinchi qo'l eng ishonchli ko'chatlarga adashmanglar. Kelib, hozir ko'zlaringizni oldilaringda mana shu payvanddagi o'zlaring qiziqqan navlaring bo'lsa, xohlasalaring payvand qilib beramiz. Xohlasalaring o'zimizda zamonaviy navlar bor, aloqaga chiqinglar, gaplashamiz. Boq qilmoqchi bo'lganlarni hamkorlikka chorlab qolamiz. Videoga like bosishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.